ishni men qilganim yo'q. Uyda boshqa hech kim yo'q edi. Muzlatgichni sendan boshqa kim ochgan bo'lishi mumkin? Bilmadim. Ammo shirinlikni men yeb qo'ymadim. Axir bu tug'ilgan kun torti edi. Bugun dadamning tug'ilgan kunlari. Bo'lmasa gapirib ham o'tirmasdim, Adolatxon. Axir sen kecha kuni bo'yi uyda eding-ku. Uyda bo'lsam ham tortni ko'rganim yo'q. Nega endi faqat men aybdor bo'lar ekanman? Balki o'zing yegandirsan. Unda nega qornim to'q deb kechqurun hech narsa yemading? Axir Bo'ldi. Boshqa gapirmayman. Men advokatim bilan maslahatlashib olishim kerak. Oho, advokatmish. Shunga ham advokatmi? Xo'sh, advokating kim ekan? Mittivoymi? Ha, nima qilibdi? Mittivoy bo'lsa, unda yaxshi. Mittivoy, o'zing tushuntirsang-chi Adolatxonga. E'tiboring uchun advokatim doim men tomonda bo'ladi. To'g'ri-ku-ya. Men ham advokat yollasammikin, ha? Yaxshisi bugungi mavzuni boshlay qolaylik. Balki shundan keyin tortni yeb qo'ygan aybdor topilib qolar. Do'stlar, bugun konstitutsiyamizning 24-bobi advokatura haqida gaplashamiz. Ayni muddo. Mittivoy janoblari, sir bo'lmasa bu sohada qanchadan beri ishlaysiz? Mittivoy esini tanigandan beri men advokatim. Unday bo'lsa, ikkingiz bu sohani juda yaxshi tushunsangiz kerak. Endi uni bolalarga ham tushuntirishimiz kerak. Advokat haqida eshitgansiz-a bolalar? Hech bo'lmaganda kinolarda ko'rgansiz. Konstitutsiyamizga ko'ra, jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni advokat bu odamlarga va korxonalarga huquqiy yordam beradigan, ya'ni huquqiy masalalar, tushuntirishlar beradigan, sudda himoya qiladigan odam. Advokatlar qonunlarni yaxshi bilishlari kerak bo'ladi. Ular o'z himoyasidagi insonlarning huquqlari qonunlarda qanday kafolatlanganini aniqlab, shu yo'l bilan ularni himoya qiladi. Sudlar haqida o'tgan darslarimizda gaplashgandik. Biror jinoyat yoki huquqbuzarlik bo'lganda haqiqatni aniqlash uchun sud bo'ladi. Unda sudya, gumon qilinuvchi, davlat ayblovini qo'llab-quvvatlovchi, prokuror va himoyachi, ya'ni advokat bo'ladi. Advokat agar gumon qilinayotgan kishining hech qanday aybi bo'lmasa, shuni isbotlab beradi yoki aybini yengillashtiruvchi qonuniy yechimlarni topadi. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish prinsiplariga asoslanadi. Ya'ni advokatlar ishlaydigan tashkilot advokatura tashkil qilib, u mustaqil faoliyat olib boradi. Advokatlik qilish uchun ular albatta tegishli litsenziya, ya'ni ruxsat olishadi. O'zini o'zi boshqaradi degani esa u biror davlat organiga bog'liq emas, mustaqil tashkilotdir. Advokaturani qanday tashkil qilish qonunlarda yozib qo'yilgan. Demak, agar odamlarga advokat kerak bo'lsa, shu tashkilotlarga murojaat qilishadi va tegishli to'lovlarni qilib, advokat yollashadi. Ayrim odamlarga esa davlat tomonidan bepul advokat yordami berilishi mumkin. Masalan, to'lovni to'lash imkoniyati bo'lmagan, kam ta'minlangan shaxslarga. Mittivoy, meni qanday himoya qilishni o'ylab ko'rdingmi? Bugun menga juda keraksan. Mittivoy, sen tortni ko'rganding-a? Doim Adolatxonning yonidasan. Menimcha, tortni dugonalariga olib ketgan bo'lsa kerak. Bir o'zi katta tortni yeya olmaydi-ku. Buni aniqlash uchun sen... Hoy janob, to'xtang. Advokatning kasbiy faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. O'zi Adolatxon bilan kamroq gaplashishing kerak. Mittivoy, uni ko'rganingda aybi esingdan chiqib qolyapti. Advokat o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliksiz va xoli uchrashishi, maslahatlar berishi mumkin. Voy bu qizlar hamma gapni eshitishadi-ya. Albatta, chunki advokat uning sha'ni, qadr-qimmati va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'ladi va qonun bilan qo'riqlanadi. Ya'ni davlatimiz advokatlarni himoya qiladi. Ularning erkin ishlashi, dalil, isbotlar to'plashga sharoit yaratadi. Qonun bilan ularning ishiga aralashish taqiqlab qo'yilgan. Odilbek, balki tort qayerga g'oyib bo'lganini dadam va oyim ishtirok etadigan kechqurungi yig'ilishimizda, ya'ni sudda muhokama qilarmiz. Ungacha Mittivoy ham aybsizligim haqida dalil to'plab olardi. Yaxshi, shunday qila qolamiz. Ish qilib shirinlikni Mittivoy va uni do'stlari paqqos tushirmagan bo'lsa bo'ldi. Mushkuchamizning ham qulog'i deng. Mayli, hammasini kechqurun gaplashamiz. Advokat kim ekanligini tushunib oldingizmi do'stlar? Mavzuning muhim joylarini o'zingiz uchun belgilab oling. Ko'rishguncha. Aytgancha, tort qayerga g'oyib bo'lgani aniqlandi. Uni oyim muzqaymoqli kremi borligi uchun 1 soatga muzxonaga olib qo'ygan ekanlar. Ammo Mittivoydan zo'r advokat chiqarkan.
U kamera orqali Adolatxonning yarim kun xonasidan chiqmay dars qilganini isbotlab berdi. Dadamni tug'ilgan kunlarini chiroyli nishonladik. Shunaqa gaplar.